Good morning, my dear pupils. How are you? I think everyone is fine, and we continue our online study. So, open your books at page 214. So, here we have Let's Talk. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan online darsimizni davom ettiramiz. 214-betni ochamiz. 214-betda Let's Talk degan, ya'ni kelinglar suhbatlashamiz degan mavzuda darsimiz bor. Shu darsda o'tamiz hozir. Okay, exercise 1. Find the names of 8 towns of Kyrgyzstan. Here we have a crossword here, and you have to find a cities in Kyrgyzstan. They are all included in this crossword. Bizda bu yerda crosswordimiz bor ekan. Bu yerda Qirg'izistonning shaharlari yashiringan. Shularni, ya'ni topib chiqishimiz kerak. For example, here we have Uzgen, ya'ni bu yerda Uzgenni berib qo'yibdi. Yana boshqa shaharlar ham bor. Shularni barchasini topib, daftarimizga yozib, menga suratini jo'natamiz. Okay, we have also here Bishkek turibdi mana. Qolganlarini o'zimiz topamiz. Okay, the next exercise is play telepathy. Think of an adjective for each sentence. Hop, bu yerda sifatlarda kecha kuni o'tdik. Undan oldin maktabda o'qiyotgan paytimizda sifatning darajalarini o'tganmiz. Birinchi sifatni o'zi, ya'ni keyin qiyosiy darajasi. Bir qator takrorlab o'tib ketamiz. Ya'ni bu ikkinchi exercise'imiz shunga bog'liq. Shuning uchun bir qator takrorlaymiz. For example, let's read first sentence. Qaranglar, Germany is something than Italy. Ya'ni Germaniya Italiyadan qanday bo'lishi mumkin? Kattaroq bo'lishi mumkin, ha? Ya'ni qiyoslayapmiz. Germaniya Italiyadan kattaroq. Germany is bigger than Italy. Ya'ni Germaniya Italiyadan kattaroq. Bu yerga, bu bo'sh o'rinlarga o'zimiz so'zlarni o'qib turib o'ylashimiz kerak. Okay, hozir men sizlarga sifatning qiyosiy darajasini ozgina tushuntirib beraman. Keyin yana darsimizni davom ettiramiz. All right, let's come here. Here we have adjective, ya'ni sifatni comparative, ya'ni sifatning qiyosiy darajasi. All right, look. Fast degan mana one syllable, bu ham xuddi comparative taqida. So fast deganimiz tez degani. Ya'ni bir bo'g'im, bu ham oxirgi harflari undoshga tugayapti. Xo'p, bunday so'zlarga er qo'shamiz, ya'ni roq qo'shimchasini beradi. Fast tez, faster tezroq. Safe xavfsiz, safer xavfsizroq. Qaranglar, safe deganda oxirgida turibdi. Shuning uchun bunga r ni o'zini qo'shamiz. The next, one syllable, consonant, vowel and consonant. Qaranglar, oxirgi harf nima bilan tugayapti? Undosh va undan oldingisi unli bilan. Bunday so'zlarda oxirgi undosh harf ikkita bo'lib qoladi. Buni qiyosiy darajada ham, buni kecha orttirma darajada ham aytib o'tdim. Ya'ni bu o'zi umuman takrorlash, sizlar esinglardan ko'tarilgan bo'lsa, yana bir qator takrorlab qo'yapmiz. Xo'p, hot issiq, hotter issiqroq. Ya'ni bunga yana bitta t qo'shilyapti bu yerda, mana hotter. Keyingisi big katta, bigger kattaroq. Bunga ham mana ikkita g bo'lib qoldi bu yerda, chunki bu oxirgi harfi undosh bilan va undan oldingisi unli bilan tugaganida. The next one. Long adjective, two or more syllables. Ya'ni ikki yoki undan ortiq bo'g'indan turgan so'zlarga nima qo'shamiz ekan? So'zni boshiga more qo'shamiz. Ya'ni bir bo'g'inli so'zlarga faqat er lar qo'shilayotdi. Endi agar so'zimiz ikki yoki undan ko'p bo'g'indan tursa, bularga more qo'shiladi. Ya'ni boring, kecha ham aytib o'tdim buni. Boring zerikarli. Ya'ni bu ikkita bo'g'in bo'lyapti. Shuning uchun buni oldiga more qo'shamiz. More boring. Keyingisi interesting. Interesting. Ya'ni bu to'rtta bo'g'in bo'lyapti. More interesting. Oldiga more qo'shamiz. Ya'ni bulardan keyin, bunday bo'g'ini ko'p so'zlardan keyin qo'shimcha qo'shilmaydi. Shunga e'tibor beramiz. Chunki ko'pchilik xato qilib qo'yadi.
Bularga faqat oldiga more degan qo'shimcha qo'shiladi. The next, ya'ni exceptions, qoidaga bo'ysunmaydigan so'zlarimiz bor bu yerda ham. Ya'ni qiyosiy darajada ham, orttirma darajada ham bor edi, qiyosiy darajada ham bor. Misol uchun mana good. Qoida bo'yicha bu gooddir bo'lib turib, mana er qo'shilishi kerak edi, i bilan r. Lekin bunga nima bo'lyapti? Better. Ya'ni yaxshiroq deganimiz better bo'ladi. Bad yomon, yomonroq bo'lsa worse bo'ladi. Keyingisi little kichkina, less kichkinaroq. Much many ko'p, more ko'proq, far uzoq, farther yoki further. Ya'ni uzoqroq. Ya'ni bu so'zlar qoidaga bo'ysunmaydi. Bularni o'zini yodlaymiz. Ya'ni bularga o'zimizcha qo'shimcha qo'shib keta olmaymiz. Mana bu joyga o'xshab, qoidaga o'xshab bularni faqat mana bu so'zlarni, qizildagi so'zlarni yodlab qo'yishimiz kerak. Okay, let's continue from our book. Kitobimizda yana davom ettiramiz. Mana bu joylarga xuddi shunday o'zimiz o'ylab topib qo'yishimiz kerak. The next. Exercise 3. Here we have some here you have to open the brackets and put them into these spaces. Ya'ni bu yerda qavsning ichidagi so'zlarni qiyosiy darajada, orttirma darajada emas, sifatning qiyosiy darajasida, ya'ni i bilan r qo'shyapti bizga. Mana shu qo'shayotgan so'zlarimizdan, qo'shayotgan qo'shimchamizdan foydalanib, qavsdagi ichidagi so'zlarni olib bo'sh o'rniga qo'yib chiqamiz. For example, I am taller than Sasha. Qaranglar, tall degani uzun degani, ya'ni bo'yi uzun degani. I am taller than Sasha, ya'ni men Sashadan ko'ra uzunroqman. Albatta than ishlatamiz. Than degani dan. Bu faqat sifatni qiyosiy darajasida ishlatiladi. Ya'ni comparative adjective, qiyosiy daraja degani. Keyingisi old deyapti, ya'ni old yoshi kattaroq, bu yerda qariroq degan ma'noda. Misol uchun I am, bu o'zi qari, old qari. Endi buni qiyosiy darajaga o'tkazsak, I am oldga er qo'shamiz. I am older than Alibek bo'ladi. Ya'ni oldga er qo'shilib qoladi. Qolganlarini ham xuddi shunday qilamiz. The next. Keyingisida oxirgida buni exercise'da cheap, young bularga gap tuzamiz. Exercise B da cheap ya'ni arzon, young yosh, good yaxshi, near to yaqin, long uzun, fast tez. Mana shu so'zlarga ya'ni qiyosiy darajada, sifatning qiyosiy darajasida comparative adjective'ga gap tuzamiz. Misol uchun mana example deb turib misol berib qo'ygan. Aniqroq gap tuzamiz, so'z emas. My pen is cheaper than Rustam's. Ya'ni mening ruchkam Rustamnikidan arzonroq. Ya'ni young degan so'zga misol uchun men akamdan yoshman, akamdan yoshroqman yoki men sendan yoshroqman. Ya'ni biron bir o'rtog'imizga agar yoshimiz kichkinaroq bo'lsa, men sizdan ko'ra yoshroqman desak, I am younger, bunga er qo'shilib qoladi. I am younger than you. Ya'ni men sizdan ko'ra yoshroqman. The last exercise. Hop, mana bu to'rtburchakning ichidagi so'zlarni bu tablitsaga to'g'ri qo'yib chiqishimiz kerak, ya'ni bu jadvalga. One syllable degani bitta bo'g'in, two syllables ikkita bo'g'in, three syllables uchta bo'g'in, yana three syllables bu ham uchta bo'g'in, lekin buni urg'ulari qaranglar har xil joyda turibdi. Mana katta shart shu urg'u qaysi so'zga tushsa shuni bildiradi. Misol uchun birinchida long, bu bitta bo'g'in. Mos so'zlardan misol qaysilari bitta bo'g'in bo'lsa, faqat mana shu yerga yoziladi. Misol long bitta bo'g'in bo'lyapti, bu yerda dry ham bitta bo'g'in shu yerda bo'ladi. Keyin ikkita bo'g'inli so'zlar. Funny, qaranglar, funny degan ikkita bo'g'in mana. Bu so'z mana ikkita bo'g'inliga qo'shiladi. Keyin urg'u ham oldiga tushyapti, birinchi bo'g'in. Xo'p, keyingisida uchta bo'g'inli so'z, ya'ni uchta bo'g'inli so'zda faqat urg'u birinchi bo'g'inga tushishi kerak. Misol uchun, for example, beautiful deganimizda beautiful, ya'ni birinchi bo'g'in beauty deganga tushyapti. Birinchi urg'u birinchi bo'g'inga tushyapti. Bu mana 3-tablitsaga yoziladi.
keyin yana similar degan so'zimiz bor. Similar deganda bu urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadi. Okay, we have finished for today. These exercise 5 and 4 will be your home task. And if you don't understand anything, just you're welcome to ask. Ya'ni biron bir narsani agar tushunmagan bo'lsanglar mendan so'ranglar, darsimizni shu yerda tugatamiz. Keyin uyga vazifalarimizni qilib, menga suratga olib turib WhatsAppdan jo'natamiz. Goodbye. Have a good day.